Rishton tumanining Jahonobod mahallasi yana bir bor belbog'li kurash markaziga aylandi. Bu yerda o'tkazilgan an'anaviy respublika ochiq turniri yuqori saviyada tashkil etilib, haqiqiy sport bayrami tusini oldi. Musobaqa Rishton tumani hokimi kubogi uchun tashkil etilib, unda nafaqat viloyatimiz, balki qo'shni hududlar hamda Qirg'iziston va Tojikistondan kelgan polvonlar ham ishtirok etishdi. Turnir tuman hokimligi, tuman prokuraturasi, O'zbekiston belbog'li kurash federatsiyasi, Farg'ona viloyati sport boshqarmasi, viloyat belbog'li kurash federatsiyasi hamda homiylar ko'magida yuqori saviyada o'tkazildi. Musobaqada tuman hokimi Bahodirjon Xoliqov ham bevosita ishtirok etib, yakuniy bahslarni kuzatib bordi hamda g'olib va sovrindorlarni taqdirladi. Yakuniy natijalarga ko'ra eng kuchli va mahoratli polvonlar aniqlanib, ularga diplom, medal hamda qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Xalqaro miqyosda o'tgan ushbu musobaqa sport orqali do'stlik, hamjihatlik va milliy qadriyatlarimizni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.